Assalomu alaykum. Biz ushbu darsimizda endi Query kontrolda statistika, ya'ni uchet imkoniyatlarini ko'rib o'tamiz. Ya'ni bu nimadan iborat? Siz misol uchun sistemadan foydalanuvchilarga ruxsat bergansiz, talabalarga qaysi talaba bir oyda qancha ma'lumot oldi, asosan nimalarga kiryapti yoki ko'pincha qaysi saytlarga kirmoqda, mana shunga o'xshash ma'lumotlar qilib отчетlar qilishingiz mumkin. Balki ishxonangizda har oy so'raladigan отчетlar bo'lishi mumkin yoki analiz qilib borilishi mumkin. Shunga o'xshash holatlarda, demak, Query kontrolda uchet kontrol degan bo'lim bor. Mana bu yerda menyuda ko'radigan bo'lsak, siz bu yerda olishingiz mumkin. Mana собирать статистику пользования internetdan, ya'ni internetdan foydalanish bo'yicha statistikalarni yig'ib borish va foydalanuvchilarning barcha zapislarini yozib borish va bular qancha, demak 24 oy davomida qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa определенный ma'lum bir gruppalarni ham demak qilishingiz mumkin. Mana gruppalarda ishchi xodimlar yoki rahbarlarni nima deydi, gruppasini ham yig'ib borishingiz mumkin. Yoki bu yerda misol uchun удалить все статистические, demak barcha statistika ma'lumotlarni demak o'chirishingiz mumkin. Va statistikada qo'l keladigan asosiy narsalardan bittasi, siz qanaqadir bitta tochka yaratib olishingiz kerak. Ya'ni o'sha sizni vaqt bo'yicha tochka, ya'ni haftani birinchi kuni qaysi deganda, demak o'sha ponedelikni yoki birinchi oyni birinchi kuni qaysi deganda birinchi chisloni, demak sanasini belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Исключение из учета, ya'ni mana shu uchetlarga nimalar kiritilmasin, mana shu narsalarni ham demak kiritib o'tishingiz mumkin. Endi помолчание qolgani yaxshi. Endi mana shu statistikalarni kim olib borishi mumkin? Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, mana adminga ruxsat berilgan barcha ma'lumotlarni ko'rishga yoki siz qo'yishingiz mumkin. Misol uchun pользовательlarga определенный ma'lumotda pользовательga, misol uchun Abbos degan pользователь bor. O'sha Abbos degan pользователь hamma ma'lumotlarga hamma ma'lumotlarni ko'rishi mumkin. Yoki определенный ma'lum bir aktiv direktoriyanikini yoki o'zinikini yoki bir nechta pользовательlarnikini nima qilishingiz mumkin? Ko'rishingiz mumkin. Va mana shu qanaqadir отчетlarni misol uchun har kunlik yoki haftalik yoki oylik bo'yicha elektron pochtasiga jo'natib turishingiz mumkin. Mana shunaqa holatlarni ham bajarishingiz mumkin. Mana shunaqa holatda ko'rishingiz mumkin yoki qo'shimcha ravishda misol uchun o'sha отчетlarni klonировать qilishingiz mumkin yoki misol uchun tanlab turib, misol uchun jo'natilgan bo'lishi mumkin, balki jo'natilmagan bo'lishi mumkin. Отправить еще раз pochtasi orqali demak ma'lumot jo'natishingiz mumkin. Demak, mana shu настройкалар qilinadi. Основной. Keyingisi yana bitta narsasi bor. Mana parametr оповещения bor. Оповещениyalarni misol uchun qo'yishingiz mumkin. Misol uchun Query'ning yangi versiyasi chiqsa, adminga shu to'g'risida xabar boradi yoki litsenziya sroki tugasa, shunga o'xshash holatda xabar borib turaveradi. Demak, mana shu narsalarni ham tanlab qo'yib, preminent qo'yishingiz mumkin. Mana demak biz statistika bo'yicha sozlashlarni amalga oshirdik. Endi mana shu statistikani o'zini qanaqa qilib ko'ramiz? Buning uchun mana bu bo'limga o'tishingiz mumkin. Query control statistics. Mana bu advanced bo'limiga o'tib, demak, bu kirganmiz. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu yerda admin bo'limini tanlaymiz. Bu yerda e'tibor bering, admin emas, login bo'yicha kirdik. Endi men bu misolni o'zimdagi real Query kontrolda ko'rsatib o'tmoqchiman. Sababi ko'plab foydalanuvchilar bor, kim qanaqa trafik ishlatilgan hammasi ko'rinib turadi. Mana tak kiramiz. Mana shu yerda umumiy ma'lumotlar chiqdi. Bu oddiy foydalanuvchilarda bunaqa ma'lumot ko'rinmaydi. Bu faqat adminga va настройка qilganimizda ko'rgandik. Asosiy 5 ta foydalanuvchi kimlar? Bular My Wi-Fi turibdi. Demak, Wi-Fi orqali myself yoki VPN Query orqali ma'lumotlar jo'natilgan. Mana bu yerda ma'lumotlar turibdi. Endi olingan ma'lumotlarni ko'radigan bo'lsak, mana internetda VPN orqali yoki boshqa holatda olingan ma'lumotlar ishlatilgan prilojenelar, ko'p ishlatilgan prilojenelar qaysi? Demak, Query VPN, Mozilla, Apache, UFF, mana shunga o'xshash foydalanilgan ekan.
eng ko'p kirilgan saytlar qaysi? Microsoft, Google API, bu umumiy. Yoki trafik bo'yicha, misol uchun trafik bo'yicha ko'radigan bo'lsak, kimlar ko'p bunaqadan foydalanyapti. Yoki kirilayotgan saytlar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, mana saytlar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, mana Microsoft.com ga eng ko'p kim kiryapti? Misol uchun Nilo. Ya'ni bu yerda обновление yo'q qolib ketgan degani. Misol uchun Google API ga kim kiryapti ko'pincha? Mana shunaqa qilib bu yerda ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Twitter'ga kim kiryapti ko'p, Live.com ga kim kiryapti yoki Facebookga kim kiryapti. Mana shu narsalarni ko'rishingiz mumkin. Yoki web kategoriya. Bu kategoriyalar yo'q ekan, приложенияларchidagi. Bunda приложениyalarda ham KerioVPN da ko'proq kirilgan. Mana shu yerda ham statistikalarni olib borishingiz mumkin. Yoki bu сегодня отчет bo'ladigan bo'lsa, keyingisi individualniy отчетlarni ham olib borishingiz mumkin. Misol uchun oladigan bo'lsak, My Wi-Fi bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Shu Wi-Fi orqali qanaqa ishlar amalga oshirib borilgan yoki действия пользователя. Mana e'tibor bering. Har kungi число e'tibor bersangiz, holatlarni ko'rib borishingiz mumkin. Сегодня bo'ladigan bo'lsa, текущая неделя yoki bo'lmasa mana shu oy bo'ladigan bo'lsa, mana shu oy davomida nima ishlar qilingan, hammasini ko'rishingiz mumkin. Mana постоянный страница mana 56 ta zapisi mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Kunma-kun hammasini, demak, analiz qilib, misol uchun отчет so'raladigan bo'lsa, mana shu pользователь nimaga kirdi, nima qo'ydi, nima oldi, hammasini mana kuzatib borishingiz mumkin. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana oy bo'yicha yoki siz o'z berganingiz bo'yicha, demak, keyingisi mana shu отчетlarni misol uchun pechat qilishingiz ham mumkin. Mana shu bo'ldi. Misol uchun mana shu narsalarga kirildi, saytlarga kirildi mana shu yerda mana pechat qiladigan bo'lsangiz, misol uchun CSV PDF bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hammasini отчет qilib topshirishingiz mumkin. Save PDF dokument mana shunaqa qilib ham, demak, bemalol topshirishingiz mumkin dokument sifatida. Kerak kontrol statistikasi turibdi. Mana shu narsani ochib, mana bu yerda statistikalarni, demak, olib borishingiz mumkin. Отчетlarni qilib, o'zingiz analiz qilib borib yoki so'ralsa sizdan o'sha отчетlarni qilib borishingiz mumkin. Demak, sizda mana shu narsa statistika bo'limi qo'l keladi. Siz mana shunday qilib amalga oshirishingiz mumkin. Bu ushbu darsni yakunlasak ham bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.